Yaman, vey. Hey, ben 5 milyon pulu var adam, özüm tamak itip sarang bop kalmagandım, he? Ra, sen baysın. Öyle tamak itidiğanga. Ha. Kırıkatlarını yuyduğanga karang, öy hizmet işletimiz. Şunda kal, basa çırayla kiçirek 18 yaş kız aldın bir işletir. Doğru. Bu kim o dese, benim hizmetkarım deydiğen qosumu, taz aş çıraylık 18 yaşlı koncakdaki kız aldım birini işleteyli, he? Şunda kal. Şunda kal, ili. Ha, 18 yaşlı çıraylık küçük kız aldım kımak çıktınız. Neydi ben yamallıkını karabının? Sen işletimiz dongo? Hey, ben yakakta çatak çıkırdığına okşamam siz. Xudoy, tavuk kıldım, ben çatak çıkırdığım bulay, ya. Bu şekip bana qosumu karang, boş endirek, 60 yaşlı kayır xotunun birine kelime öyge. Balanın da söp kapsiz, bu olmagan bolsa asli birinci jap almashtırgan narsa sizkensiz. Rahmat. Konu cacı oğandı kim ben? Boldu qılına pul özəmnin oğan degan işingizni qilib jim o'tirmaysiz. Ama men ishimni qilib jim o'tirdim. O'zimni kankishada hajdigil qo'yam. Yana nech pul qoldi qo'lamda? Ba yana azroq 270 ming qo'ydak pul qoldimi-ki? Qalqay sho'dan. 270 ming qo'y qolgan bo'lsa-chu, 250 ming qo'yni balamning nomida bankaga qo'yib qo'yman. Bo'lmasa, balam cho'ng o'g'anni sizga o'xshash xotinining qo'liga qaraydigan bo'lib qolmasin yana. Ashtaqil. 20 ming qo'yni nega ishlatsam bular? O'tirib, obdan o'ylash, o'tirib, taz yaxshi o'ylashib ol. Nega ishlatsam bular 20 ming qo'yni? Naras. Akam uyilmadi otatti. Akamga berib turaychu. Ashtaqil? 20 ming qo'yni. Akamga berib turay, shunda qilayjimi? Akamga 20 ming qo'y yetami? 40 ming qo'y yetadi afkan. Vo. Voy, aka kela, o'tir aka. Ha, keling, qada havolarasiz. Keling, o'tirib. Qara, o'tir. Qachon kelganding aka? Ha, ben xeyli oldi kirgile. Ishga chiqga kiraverdim. Ha, yaxshi. Kelib qolsan-ku. Ha, nima kelatdim ukam? Yangi bir uy setib olay degan. Shuning ozroq pul kamlab qoldi. Allah. Oy, bu sizlar botursanglar, men kimdan qarz so'rab yurmay. Shu. Sizlarda pul bormidi, yo'qmidi deb ansirab kelib edim. Mana talibiga 5 million chiqibdi emasmi? Muborak bo'lsin, 5 million chiqibdi emasmi? Qancha pul kerak desang-a? 40 ming qo'y yetadi afkan. 40 ming qo'y? Opla. Bu hozir qo'limda lekin 20 ming qo'yli naqd pul qoldi. Qanaqa saqla? Astagfirullah. Haros. Hali qiz sizga olgan mashinani olmay turaylik bo'ldi. Ha, bak, men shuni unutib turay. Bu 30 ming, qo'limdagi 20 ming, 50 ming. Aka, sana 50 ming qo'yib berib turay. Rahmat. 50 mingni berib turay. Rahmat ukam. Kelib pul yetmay qolib, u yoq-bu-yoqdan so'rab avaro bo'lib yemayina. Rahmat ukam. 50 mingni berib turay. O'tir. Ha, terindosh degan mana shunday vaqt esqatdi-da. Rahmat ukam, sana rahmat. Makilama? Qarang, ahmoq qo'mman, bizda pul yo'q deyman. Nima? Bo'ldi, yo'shirma. Men hech kimga demayman. Voy, yo'q desangiz, bizda rost pul yo'q deyman. Bo'ldi, yo'shirma. Pul bagim kelmayotdi-da, deng-a. Yo'q, unda emas, rost. Farishtaning ishidan shayton qizg'inibdi deb. Men ishlasam sizning pulingizda emas, singlimning pulini ishlatma. Meni qaytaramasmiki deb ansirab ketyapsiz. Astagfirullah. Agar o'zingizning aksi o'g'amsam, qo'rqmayli berib turadingiz-ku deyman, ha? Yo'q, men sizni xeli bir mer, o'g'il bola, jigiri va desam, siz men 4 tanga pulni ko'rib o'zgarib ketdingizmi? Yo'q, qarang, men unutib qolmam. Sizmi-chi, uy setib olganda, men qip-qizil pulni shariq sanab berib turgan xalq puldan. Ya qarang, men siz xatochini qilyapsiz. Bu asli qarang. Ha, bu asli chiqmagan pul. Bu bizning xiyolimiz demoqchiman. Endi tushundingiz, rost. Anqara. Bu og'ziq sepmasam davatgan gapini. Ya bu tuzi kerak bir amal topsangiz umamdi. Ha? Tuzi kerak amal topsangiz umamdi. Ya bu gap shu tursa demisimiz pul olmasa bizda. Hey. Bo'ldi, bermaymanli danga. Shundaymi? To'g'ri. Berib tura olamsan ya. Bizda pul yo'qmi? Senda pul bormi? Chiqqanmi televiziyadan? 5 ming. Ha, 5 million. Voy ras. Voy aka rostdagi bu degi chiqmagan puldi. Sen nim bo'lding endi? Sen meni olding-ku. Ya Allah, ering yurtingni mejitibdi-da, ha? Ya undan emas aka, bu rostdagi chiqmagan pul. Tova, xudoyim. Ey, sen unutib qolmajmi? Biz degan qarindosh.
Boytaqni buzgan tul. Tuqqanni buzgan pul degan rost gapkanda. Xudoy. Bo'ldi. Uruq tuqqanini ko'rib qo'ydim. Hey aka. Shu pullaringgacha pul so'ramaydigan mendan yaxshiroq akadan birini setib ol. Ya mas Sizmicha menga berib turmagan pulni bag'ringizga chiq besib yotasiz. Hey aka to'xtab Bo'ldi, turing. bo'ldi. Aka. Ha, bo'ldi. tov qildim, Xudoyim, tov qildim. Mana nima ketdi? Astagfirullah. Ammo qanday qilamiz akam ketdi mana. Qanday qilding? Deyishga qarab baq. Televizor qarab baqa 5 minut chiqib qoldimi? Apla. Vaqt o'tib ketibdi, e'lon qilgan vaqt. Telefon qil unda bo'lsa. Men to'xtab turing mana. Mana. Men telefon urib surishtirib boqay. Vay, yaxshimisiz? Bugungi mukofotga chiqish ahvolini surishtirib boqay degandim. Ha, rahmat sizga. O'xshash chiqdi birsi. Ha? Birsi o'xshash chiqdi. Ha, ha. Ha? 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 Ha. Ha, ma'qul. Chiqibdimi? 5 minut chiqibdimi? Jiddilashib ketdimi? Gap qilamoqdimsiz, rost gaplar 5 minut chiqibdimi? Pul chiqibdimi? Chiqibdi. Necha pul chiqibdi? Bir qo'y chiqibdi. Shuni qog'ozdan. Hay, to'xtab turing, nega ko'rsiz? Men Taksi bilan berib, men pulni kelib beray. voy bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir qo'yni qanday qilsiz? Qanday qilib to'q dal setib olamiz, tirnoqlarini o'stirsa, chakchag'ini kestirsa, obdan uyni jongshu qilamiz. Undan keyin qog'ini akamga berib turamiz. Ay bo'ldi qilinga, bo'ldi qilinga. Men kelib Ay beray. to'xtab turing. Rahmat. Rahmat.